Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan uyimiz 420 kvadratli joy chiqdi. Hozir yana bir yandan ko'rsatib o'tamiz. Joyning ko'rinishi birinchi podvalondan boshlaymiz. Hashamatli joy, katta joy qarab yurganlar uchun. Bu voyinkomatning yanı Sadat to'yxona. Bu podval qismi, hurmatli obunachilar. 3 etajam plita bilan yopilgan. Bir donam xom karuch yo'q. Yanında yana shunday yana bir katta zal bor, oryanında yana bir katta zal bor. O'xshim shunday 3 dona katta zalning yeri bor. Egallarning adam yashasam bo'ladi o'tirsa. Bilyard keyifdorlar uchun buzib qo'ysa, bir ajoyib joy ekan. Dokumenti 100% tayyor. Hammeri pishgan karuchdan yana joyimizning ko'rinishi shipir etib beraman deb turibdilar. Hozir belandan ko'rsatamiz. Joydim ulug' tushgan. Xonalar ham keng mol. Yana aşağıdan. Yine joyning bundan ko'rinishi. 4 ugulam kolonnalar bilan uzatilgan ekan, balkonlardan ko'rinib turibdi. 100% pishgan karuchdan. Bu girish zonamiz prixojga. Yan tomonlari yana o'zi bir dalani. Dalandan ko'rib tursa, dim keng mol. Şu iki kanatımız 2 karuchdan ekan. 2 karuchdan urganlar, şu 2 kanatni bu yine ko'rib turganlaringizning zal joyi 10 metr bor. Qadmaya qatib qo'yibdilar. Panoramli aynalar katta. Bir yine dalanı üstten toş düşünmeyin. Bir de yine bir hatun kızlar için zalzayı kızlardan balan. Panoramli katta aynalar 3 kavatan plita bilen yapılgan ekan, hurmatli obunachilar. Bir de 3'e 3 yarımlık sanuzeli var, katta tushgan. İbeden ham podval qilsa bo'ladi. Berimiz oshxonasi. Sanasam zo'r tushgan, keng mol. Yanımızda bir dana spalnik tushgan. Bir ikinchi etajga chiqiladi o'n. Hozir ikinchi qavatini sizlarga shundan ko'rsataman. Pastini chiqib bo'lsa usti ham to'shni shunday. Yine 3. etajdan görtüsla plita bilan yapılgan. Yine bu 2. etajımız. Yine bu o'zi pastimiz 1. podval. Hamma yeri 3 etajam plita bilan yapılgan. Bahasına keladigan bo'lsak, berini $160,000 deb turibdilar. Kelishib beradigan xudo xolasa. Shu durishunda korobka holatida joy katta, dimproshni etib o'zlari uchun qurganlar. Hurmatli obunachilar, shu pastda o'zlarimizning telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefonlashib kelib savdosini qilib olaverasizlar. Shuningdek, ko'chmas mulklaringiz bo'lsa, satışda, alışda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. Instagramda, YouTube'da, Telegramda hammada tarqatib beramiz, reklama xizmatimiz bor. So'nggi roliklarda görüşguncha sog' omon bo'ling.